Apol bakıp koyunu koydum. Qaysi 120 oldu? Hammasi 120. 5 yıldan beri pazarda. 120 mi 125 mi? 120. Batkanda bir oşantı aldı keçerdi. Keyin alam ne? Yaqa tushib çok kişiga o'rib ko'rsam sen. 120 so'm bo'ldi. Maşallah. Jo'lik deydi. Aslında bu kadar siz tanırsınız. Şey olsa qattiqlik qilmayapmi? Naturalniy. Analar qancha oldu? Sizga 50 so'm oldu. 50 so'm bo'pti. 50 so'm. Naturalniy. Qancha bo'pti shu? 25 so'm qilyapti. 25 so'm. 25 bo'pti. Mana bugun 11 mart Qarog'u. Şöyle 80 olsun. Kapsın zor var geldi. Bu kayakın var gelken. Assalamu alaikum tuğanlar, bana bugün 11 Mart Qarabağ Örük Bazarı. Ya qanchadan ketdi sen? 125 so'm. Qaysi? Mana shu qizim to'g'liq 125. Mana olchi qara, qancha oldi? Buni 140 Keyin sen ko'rishib qo'yapsan. 90 so'm bo'ldi. Nashlar va? 90 so'm bo'ladi buni. Yo'q. Nal qancha oldi? Qo'bli qildingiz, shu sezonda oxirida. Mashinim ben bozordan chiqib so'ragan bo'lsam, qulog'im tegib qo'yaverasiz. Qancha qiltasin? Unda qancha? 140 so'm naturalni. Bunisiga 25. 140 so'm. Qimmat olib ketdi aka. Nashqalatdan qancha oldi? Esen. Ham shu. To'g'an 5 so'mga mana yakqami o'tib berdim ha. Al. Al. Olaver. Mana qancha oldi? Esen. Tug'ilishda 140 so'm shokoladniy bargak. Yaxshikan biroq ha. Shokoladniy bargak. Ya bularni shunga berasizmi uni? Buni qorani. Assalomu alaykum. Yilim qanday? Qancha oldi naturalning? Qancha? 90 so'm bo'lib turadi to'g'onlar. 90 so'm. Kun ochilib ketdi. Bular sotildi mana? Qanchadan? 25 so'm. Sherbetkavi. Mashhurlarga tartayaqchi. YouTube qo'ylaydi men. Instagram. Assalomu alaykum. Bu qancha oldi? Kim ol? Jashdalar ketdi. Qaysi? Bu shiylarmi? Siz bunalarchi bunalar? 220 oldu. 220. Natural emas, qandek? Qanday? Buni ham tartib etgandagina bu ochiladi-da, o'g'achayin, ha? 220 bo'lib turib, mana 360 ketdi tozalar, ha? Zo'r ekan, biroq qayoqda ekan? O'tgandagi emasmi? Boshqa. Sen cho'ntalardan berding? Yo'q, birga zo'r ekan. Assalomu alaykum. Qanday? Siz sog'lik yaxshi. Shukr. Hech bo'laganmi yo'q? Ket. Shunday asosli bozorlar.